Xon 60 yoshdaman. 5 marta operatsiya bo'lganman. Tikuvchi bo'lganman. Sijachий obraz ishimda endi. Oxirgi marta 5-operatsiyam anaqa kardiostimulyator qo'yilgan. Yuragim to'xtab qolgan почти 28 urardi. Coviddan keyin yurakka осложнение bergan. Keyin Ayzaxon meni ahvolimni ko'rib, shu yerga nimaga xitoyliklar kelgan, anaqa prezentatsiyaga. Professor kelgan, shunda kelib shu narsani prosta prezentatsiyasini eshitganman, stelkani. Uni ushlab ham ko'rmaganman, kiyib ham ko'rmaganman. Shu narsa menga kerak ekan dedim. Yura olmay qolganman. Zreniyam tushib ketgan. Keyin побочный nimasi kardiostimulyator degan. Kardiostimulyator bo'lsa ham mayli, menga oyog'imga kerak u deb sразу olganman. Ana zakaz qilib sразу olganman. Shundan beri mana sentyabrda 17-sentyabrda olgan bo'lsam, shundan beri mana kiyib yuraman. Hozir ham oyog'imda mana ochkini ham shunda olganman. 20 ta odamlarga stelka ochki kiygizganman. Hammasi qarindoshlarim, qaynsinlarim, opalarim, qaynopa, qudalar hammasi kiygan.